Ujin ismli erkakning xotini o'lgandan keyin u kichkinagina o'g'li bilan qoladi va o'g'li har doim adasiga qarab, yomg'irlar sezoni kelganda, "Mani oyim yomg'irlar sezonida kelaman deb aytgan, обязательно keladi" deydi. Buni eshitgan Ujin esa o'lgan xotini Suvani yana ham sog'inardi. U kechalari o'g'lim ko'rmasin deb televizor ustiga adyalo yopib, xotinini videolarini ko'rardi va juda ham yig'lardi. O'sha vaqtlarda yana yomg'irlar sezoni boshlanadi va Ujinning kichkinagina o'g'li "Oyim, oyim" deb uydan chiqib ketadi. Ujin esa o'g'lining ketidan yugurib, "Oying yo'q endi, kim edi" desa ham, o'g'li bir tunnelli yoniga boradi va Ujin ham u yerga yaqinlashganda bitta ayolni hushsiz holatda topadi va sekin ayolga qarab, "Yaxshimisiz, tuzukmisiz, tirikmisiz" deganda, u sochlarini olib yuzini ochganda, uni o'lgan xotini Suvani yuzi edi. Va Ujin "Suva, sen tirikmisan" deydi, hayron qoladi. Lekin boyagi ayol hattoki o'zining ismini ham eslolmasdi va kimligini bilmasdi. Ularga qarab, "Sizlar kimsizlar" deydi. Ujin o'g'li esa ayolga qarab, "Nahotki meni tanimayapsiz? Men siz o'g'lingizman, siz meni oyimsiz" deydi. Ujin esa hayron qoladi. "Nahotki bu Suva" deydi. Va o'g'lini chetga olib, oyinga hech nima demagan, uni yo'qolib qolganini, osmonlarga uchib ketganini aytmagan. Chunki Ujin boyagi ayolni ketib qolishini xohlamasdi va xotinim Suva qaytib keldi deb juda ham xursand bo'lardi. Va shundan so'ng ular birga yashay boshlaydi. Ujinning o'g'li har doim maktabga ketishdan oldin boyagi ayolni o'pib qo'yardi. Qiz esa hayron qolardi. "Nahotki bu meni o'g'lim, nahotki bu meni erim" deb indamasdan xuddi Suvadek yashab yuraverardi. Ujin esa kundan kunga rosa ham xursand bo'lardi. Nahotki Suva qaytib keldi deb va unga hattoki ovqat tayyorlashga ham ruxsat bermasdi. "Men o'zim qilaman hammasini, xolodilnikda ovqatlar bor" deb unga har doim ovqatlarni tayyorlab qo'yardi. Bu film davomida Studio kanalida ko'rishingiz mumkin. Agar siz sokin, hayotiy melodrama janrini yoqtirsangiz, bu film aynan siz uchun. Aytgancha, menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.